Assalamu alaykum hörmətli həqiqətni izləyənlər. Fikran bir kanalımızğa xoş gəldinglər. Bizning bir qancha qitimliq leksiyamizda tilga elib kelayotgan shaytoniy aqllarning lohiylagan piramid sistemasi to'g'risida bu leksiyada azroq yemeklik qismiga kirishni plan qildik. Chunki yemeklik qismini shu ikki nuqtadan qarasak, biri fan texnikaning taraqqiy qilishiga ergishib, meditsinami taraqqiy qilgan bo'lsa-mu, insonlarning kundan kunga kasal bo'lib ketayotganlik nuqtasi. Yana bir nuqta bo'lsa, yemeklikning tafakkur qilishimizgacha ta'sir qiladiganlik bir haqiqati. Bu yemeklikda qandaq o'yinlarning o'ynayotganligini ko'pchilikka bir hujjatli film orqali amaliy paketlar bilan o'rtoqlashmoqchi va chandurma ichib tashlagan ikki suiqasd nuqtasiga diqqatinglarni tortmoqchi. Qanamsa bu qitimliq leksiyamizni boshlab ketaylik. Shikar haqidagi hikoya nomli bu hujjatli film 2014-yili Avstraliyada ishlangan bo'lib, filmning voqealigi bo'lsa, bir dadaning bolasi tug'ilishdan burun uningga qandaq bir to'g'ri oziqlanishni boshlashi kerakligi va shikarning zodi qanchalik ziyonli ekanligini o'zining badanini sinoq qilib ilmiy tajriba ilib berishni maqsad qilgan bir hujjatli film bo'lib, filmning boshlanishida agar tarkibida shikar bo'lmagan yemeklik va ichimliklarni Tanlo bozorining tizilgan yeridan elvatsak, Tanlo bozorida faqat 20% yemeklik va ichimliklarning qoldiganlik nisbatan bizning kundalik turmushimizdagi yemek-ichmekning qanchalik qismini shakar moddasining egallab ketganligini tilga olish bilan boshlagan. Elib berilgan tajribaning mazmuni bo'lsa, filmdagi bosh rolchi, ya'ni rejissor, o'qishmagan sohadagi doktor, psixolog va ozuqshunosni tarkib topgan bir guruh mutaxassislarni yig'ish orqali bir kishining 60 kunda kuniga 40 qo'shiq miqdorida yemek-ichmek tarkibidagi pishiqlab ishlangan shakarni iste'mol qilgandan keyingi badanda qanday o'zgarishlarning bo'ldiganlik tajribasi. Bu 60 kundan keyin chiqqan natija bo'lsa, bosh rolchining og'irligi 76 kilogramdan 84,5 kilogramga chiqib, badan og'irligi 8,5 kilogram oshgan. Tajriba boshlanishdan burun bosh rolchining badanining butun sog'lomlik ko'rsatkichlari shundoq yaxshi chiqqan. Ammo 60 kundan keyingi ko'rsatkichlar bo'lsa, hammasini cho'chitib jigar sog'lom jigardan og'ir darajada may qoplagan jigarga insulinga qarshiligining o'rlab ketib, ikkilamchi diabet bo'lish ehtimolligi yuqorilash girdoviga berib qolganlik o'zgarishlar yuz bergan. Mutaxassislarni texmo hayron qoldirgani 20-asrning 70-yillaridan boshlab semizlikning bosh sababchisini kaloriya bilan bog'lab kelganlik yolg'onchiligi bu hujjatli filmda bosh rolchining tajribasi orqali o'ttirg'a chiqib qoldi. Kaloriya qabul qilish saviyasi tajriba boshlanganda qancha bo'lsa, tajriba oxirlashgan kunimi yana o'xshash bo'lgan. Shuncha yemek-ichmeklarni iste'mol qilsa-mu, badanga kirgan kaloriya saviyasi o'xshash bo'lgan. Bu degan gap, asli kaloriya saviyasida o'zgarish bo'lmagan ekan, semirmasligi kerak edi. Biroq kaloriya saviyasida o'zgarish bo'lmay turib, 8,5 kilogram semirib ketgan. Tajribaga qo'shilgan bir doktor bu natijani ko'rib, 30-40 yilning yoqisi qarilib kelgan semizlikning badanga qabul qilgan kaloriya bilan munosabatlik degan ko'z qarashning xato ekanligini va o'zlarining xatolik o'tkazib kelganligini e'tirof qilgan. Bu bo'lsa, nurg'un mutaxassis deb qaralgan kishilarning yanada o'z kasbidagi boshqalar tarafidan chiqarib berilgan ilmiy yakunlarga ishonib, shu bo'yicha yakun chiqaradiganligini tushuntirib berdi. Mutaxassislarni biz 3 turga bo'lsa xato bo'lmaydi. Birinchi tur vijdonni manfaatga sotganlar, bular suiqasdni bilib turib sukutni tanlaydi. Yana bir turi vijdonliq mutaxassislar. Bular suiqasdni bayqagan hamon so'zlaydi. Buning bilan ishdan haydildi, manfaatdan quruq qoladi. Yana biri suiqasdni bayqamay, bilmay xizmat qilganlar. Balki bu filmdagi mutaxassis 3-turga kirishi mumkin. Bu yerdagi kaloriyaga bog'lash suiqasdi bo'lsa, ayni vaqtdagi asli sababchining shikardan iborat ekanlik haqiqatni yo'shirishdan kelib chiqqan. Chunki pishiqlab ishlangan shikarning butun dunyodagi hozirgi yillik tijorat summasini hisoblasak, 50 milliard dollardan oshib ketgan. Bunda g'oyat zo'r manfaat va foydaning oldida medialarni va mutaxassislarni ishga silib, shikarning ziyinini oz ko'rsatib, semizlikning sababini och ko'zlikka, ya'ni kaloriyani iste'mol qilishga va o'rinliqqa, ya'ni harakat ozlikqa bog'lab qo'yib, ko'p qism mahsulotlarga xotirjam pishiqlab ishlangan shakar moddasini qo'shib, xumor qilish va manfaatga erishish suiqasdini amalga oshirgan. Filmda pishiqlab ishlangan yemekliklarning va pishiqlab ishlangan shakarning eng ko'p bo'lgan va shundoqla semizlar sonining dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadigan davlatning Amerika ekanligini tilga olgan va bosh rolchi tajribasining bir qismini Amerikaga berib davomlashtirgan. Sababining birisi bo'lsa, 70-yillardan keyin yemeklikdagi yog'
hamma kasalning beshi deb turib xalqning diqqatini yemeklikning yig'iga va kaloriyasiga qaratib qo'yib shakarni gunohsiz ko'rsatib shakar sanoatining ushqanday taraqqiy qilib bugungacha kelganlik bir haqiqati bo'lganligi uchun filmda hatto moddizmni pishiqlab ishlangan shakarning bozorga selinib shakar sanoatining taraqqiy qilishi bilan paydo bo'lganlik qarashlarini o'tirib qo'ygan. U vaqtlarda butun televizor ekranlarida shakarni chiroyli ko'rsatgan, shakarni sehrlik bir huzur beg'ishlug'ichi, hech qanday ziyni yo'q yemeklik qilib ko'rsatgan. Shu vaqtlardan tortib bugunga kelguchi bo'lgan bu 50 yilda pishiqlab ishlangan shakar sanoatining yillik 50 milliard dollarga ulashganligidan biz bu shaytoniy aqllarning sehrvozlik nayranglarini bir tafakkur qilib baqsaq bo'ladi. Yuqorqi nuqta bizning bugungi sunmoqchi bo'lgan ikki suiqasd nuqtasining birisi. Hamda filmdagi yana bir suiqasd nuqtasiga kelsak, filmda bosh rolchi shakar bilan munosabat bo'lganligi uchun 10 yil burun o'zi berib turib baqqan bir rayon bo'lgan Avstraliyaning shimolidagi eng qadimgi yerlik millatining, ya'ni Okaniya qit'asining asli sohiblari o'ltirishliq rayonga berib, ularning ahvolini egallab beqishni qaror qilgan. Chunki bu yerlik millat burunqi vaqtidagi yillik 2-3 tal kamputning miqdorchilik shakar iste'mol qiladigan millatdan butun dunyodagi Coca-Cola'ning kishi beshiga to'g'ri keladigan setilishida chempionlikni olgan bir millatga aylanib, 2007-yili bu yerdagi 400 ga yetmaydigan aholilar 40 ming litr yumshoq ichimlik iste'mol qilib tugatgan. Bu o'zgarishlarning rayondagi yerlik millatning salomatligida qanday o'zgarishlarning bo'lganligini bilib beqish uchun borgan. Shu yerdagi yerlik birining aslab berishicha, Avstraliyaga oq tanliklar kelgandan boshlab yemeklarni birga elib kelgan. Ota bovlardan qolgan o'rmonlikqa tayinib, tabiiy ozuqlardan va hayvonlardan ozuqlangan tabiat ekologiyasi oq tanliklar elib kelgan bir xil o'simlikni yerga terish bilan burunqi ziroatlari unmas bo'lib, yovvoyi hayvonlarmo qochib ketishga boshlagan. O'simliklar to'g'riliq qiziqqanlar bo'lsa, dunyoga dangliq Monsanto shirkatini izlab beqishinglarni tavsiya qilamiz. Bu o'zgarishlar texi 40 yilning oldida yuz bergan. Filmda bosh rolchi u rayonga berib yerlik millatdan bo'lgan bir fikr bilan shu yerlikning salomatligini asliga keltirishga tirishgan birini tepib, uning shu vaqtda ilib borgan sog'lom yemak, ya'ni Myviru degan projesini so'zlab berishni aytgan. John Chirigenza shu yerlik millatdan bo'lib, uning aytib berishicha 1973-yili bu yerga kelganda 10% odam do'konda yemaklik va ichimlik ichadiganligini, hozirgi nisbat bo'lsa 100% ga chiqqanligini aytgan. Bunda bo'lishining asosiy sababi yerliklarning sirtdan ilib kirgan o'simlikni yerga terish bilan burundan o'sib kelayotgan o'simliklar o'smas bo'lib, yerdan hosil olmaydigan bo'lib qolgan. Natijada talla bozoriga bog'lanib pishiqlab ishlangan yemeklarni yeyishga majbur bo'lgan va yerlik xalqning salomatligi tez suratda nacharlashishga boshlagan. John Chirigenza bularni o'zgartirishni qaror qilib, Myviru projesini ilib chiqib, bu rayonda tatbiqlashga boshlagan. Bu proje bo'lsa, shu rayonga joylashgan do'kondagi sog'lomlikqa ziyon qilgan yemeklarning ko'proq qismini sog'lomlik yemeklikka almashtirib, sog'lom yemeklarni do'konning markaziy qismiga, ya'ni hammadan bak ko'zga chiliqadigan yerga tizib qo'ygan. Haqsiz sovuq ichimlik suyi oldigan o'rinlarni ko'paytgan va eng muhimi maxsus sog'lomlik maslahatchisi taklif qilib, sog'lom ozuqlanishga bo'lgan tarbiyani bolalardan boshlab ching tutib elib borgan. To'nglatquning ishiga buningga o'xshaydigan kola degandek ichimlik bolalarning harakatini oshirib o'tadi degandek eskartishlarni chaplab qo'ygan. Shuning bilan qisqa vaqtning ichida bu rayon eng tuvan shakar iste'mol qiladigan rayonga aylanib, sog'lomlik ko'rsatkichlari ro'shan yuqori ko'tarilishga boshlagan. Biroq bu tur uzunga o'tmay moliya jihatdan hukumatning qo'llashidan qilib, mablag' yetishmasligidan to'xtab qolgan. Bu misoldan agar bir hukumat niyatini buzib, yerlik eriqni yo'qotishni plan qilsa, qurol yoki zo'ravonlikni ishlatmay turibla yumshoq shaklda oddiylik qilib yemeklik odatini o'zgartirish orqali kasal bilan asosda yo'q qilish taktikasining mavjud ekanligini ko'rgan bo'ldik. Bugungi kundagi bizdek irqiy qirg'inchilikqa uchrayotgan millat bo'yicha yo'qolish girdoviga berib qolgan bir millatning bu xil yemeklik jihatdagi ast xarakterlik yo'shurun suiqasdlarni cho'qim bilib qo'yishimiz va burunqidan bak o'sharligimizni oshirishimiz kerak. Bu leksiyadagi diqqatinglarni tatmoqchi bo'lgan markaziy nuqtamiz dal bu ikkinchi suiqasd nuqtasi hisoblandi. 50 yillik bu suiqasdning qonuniyati bo'lsa, nurg'un suiqasdlar planlanib boshlanganda xalqlar ko'p bilolmaydi va bayqalmaydi. Vaqtning o'tishi va natijaning ko'rilishiga ergishib, ba'zan o'yg'oq insonlar oldin bayqaydi. Biroq ularning soni oz bo'lganligi sababli hukumat har xil vositalar bilan ularni jimiqtirdi. Keyin maqsadga yetib bo'lganda xalq bayqaydi, lekin olburun kechgan bo'ldi.
Filmda shakar to'g'riliq va ziyn to'g'riliq bak ochiq oshkora o'ttirg'a qo'yolmaydi. Faqat bosh rolchi o'zining 60 kunlik badindagi yuz bergan o'zgarishlarni ko'rganlarning oldiga ilmiy faktlar orqali qo'yib qo'ydi. Chunki yiliga 50 milliard dollarlik kirim ilib kelayotgan bir manfaatga qarshi chiqish osonga to'xtamaydi. Ammo yetarli bo'lgan uchurlarni va yetkazmoqchi bo'lganlarni yanla apchilik bilan ifodalab berdi. Shakarning hech qanday foydali yeri yo'qmi deganda albatta bor. Insoniyat tarixidan inson badanining shakarga bo'lgan ehtiyoji muhim o'rin egallab kelgan. Chunki yemeklikdagi shakarni badan glikoziga aylantirib, uni energiyaga o'zgartib, bizning kuchimizning kelish manbasi sifatida qo'llanadigan badanda kam bo'lsa bo'lmaydigan moddaning biri. Bu yerdagi foydali bo'lish uchun naq miqdorda iste'mol qilishimiz kerak. Amerikaning chiqargan sog'lomlik o'lchamiga asosan erlar kunda 10 qo'shiq miqdorda, ayollar 6 qo'shiq miqdorda shakar iste'mol qilsa muvofiq bo'ldi ekan. Biz leksiyalarimiz boshlangandan tortib shaytoniy aqllarning planlagan sistemasi deb keldik. Bu yerda ularni kuchli ko'rsatish niyatimiz yo'q. Amaliyotda ularning kuchi o'yg'a xalqning kuchi oldida hech narsa emas. Necha yuz yilning yoqisi ularning suiqasd planlarini amalga oshirgan ularning kuchligi emas, balki bizning bexudligimiz, bizning mo'ydab qolganligimiz va nafsimizga yengilib qilishimiz sabab bo'lgan. Shunga Qur'oni Karim Yunus surasining 44-oyatida shubhasizki Allah insonlarga qilchi zulm qilmaydi, lekin insonlar o'zlariga o'zlari zulm qildi degan oyatidan boshqalardan yoki shaytoniy aqllardan emas, o'zimizni tekshirishimiz, o'zimizning nafsini boshqarishimiz kerakligini biz shaytoniy aqllarga o'shligimiz kelishdan burun avval o'zimizning qanchalik o'yg'oq yashaganligimizni, yashayotganligimizni, qanchalik nafsimizni yig'ib, sog'lom bo'lganini o'zimizga va oilamizga iste'mol qilg'izish uchun qanchalik izni beqiyotganligimizga qarab beqishimiz kerak. O'yg'oq va sagak yashash undaq oson bir ish emas. Ammo biz o'yg'onsak, balki bizdan keyingi 3 avlodgacha, hatto uningdan uzungacha o'yg'oq yashashiga sababchi bo'lib qolishimiz mumkin. Buning qanchalik savob ekanligini bir o'ylab baqsaq, qanchalik muhim ibodatlar qatoriga yozilganligini bir tafakkur qilib baqsaq. Sistema bizni va keyingi avlodlarimizni ma'rifdan boshlab yemeklikka borguncha zaharlab kelayotgan bugungi kunda o'quvdan iborat tunji nozil bo'lgan oyat va buyruqni voyaga yetkazib o'rindigan vaqtimizda aqlimizni ishlatishimizni, tafakkur qilishimizni eskartgan Qur'ondagi 700 dan ko'p oyat orqali aqlimiz bilan o'zimizga o'zimiz zulm qilishni to'xtata olamiz va bu kurashda biz utib chiqqan bo'lamiz. Dunyoning navbatdagi kelgan yeriga qarab baqsaq, hozir dunyoning tamponligi kishini andishiga soladi. Har 3,5 sekundda bir odam ochlikdan o'ldi. Her 2,5 sekundda bir odam to'qchilik sababidan o'lib ketyotidi. Yaqinqi 20 yildan bu yanğa to'qliq sababli kelib chiqqan sog'lomlik masalasi tufaylidan o'lib ketganlarning soni ochlikdan o'lib ketganlarning sonidan ko'p bo'layotgan bir zamonning ichida yashayapmiz. Dunyoning bunday bo'lib ketmasligi uchun islom fidokorlikni buyurdi, xayr-saxovatni buyurdi, fitr zakot qilishimizni va yordam qilishimizni buyurib keldi. Qur'onda boshqalarga berish to'g'risida taxminan 250 oyat bor. Islom tamponlikni va o'ttir yo'lni tavsiya qilgan bir din. Dunyodagi bu reallikni faqat ko'p yevalganlar, u o'zini kasal qildigan ortiq yemikini och qolganlarga bo'lib bersla, o'zlari sog'lom va sifatli bir hayot yashagan bo'ladi. Och qolganlarmi ochlikdan o'lib ketmagan bo'ladi. Bunchalik oddiy bir hal qilish chorasini qo'llanishga sistema nima uchun ruxsat qilmaydi? Bu savolni ko'pchilik o'ylab boqayli. Oxirida shu nuqtani unutilib qolmayli. Bizning har bir uyg'onishimiz balki bir millatning uyg'onishiga, o'yg'oq yashashiga sabab bo'lib qolishi mumkin. Qur'ondagi shu oyat bilan bu leksiyamizni oxirlashtiraylik. Raid Chaqmoq surasining 11-oyatida har qanday bir qavm o'zining ahvolini o'zgartmaguncha Alloh ularning ahvolini o'zgartmaydi degan oyatda. Biz Allohning yordamiga erishishga loyiq bo'lishimiz uchun universal sapoyimizni yuqori ko'tarishga va dunyoni farqli taraflardan ko'rib, farqli tafakkurlar bilan aqlimizni ishiltib turib, dushmanning quroli bilan qurollanib, butun bor bo'lgan sharoitimiz bilan sabab qilishimizga to'g'ri keladi. Oxirgacha ko'rgan qarindoshlarimizga rahmatimizni bildiramiz. Allohga omonat bo'linglar.